Assalomu alaykum. Yaqinlar do'stlar, kanalimiz a'zolari. Bugun 21-noyabr 25-yil. Mana navbatdagi laboga tunika qildik. Bu amakimiz mana Oltiariq tumanidan yetib kelibdilar. Mana Xudo xolasa mana ikkita laboni qilib ketyapmiz, havas qilib. Kimga shunaqa narsalar kerak bo'lsa, tunikalar qilib kelib, havas qilib ketaverasizlar. Ishlari yaxshi puxta ekan, kam bo'lmaydi bolalaringga shukur. Tanjonlar sog' bo'lsin. bu amakimiz ikkinchi marta kelishi. O'zlari aytdi, ana poliga shunaqa rezinkalar tashlaganmiz. O'tgan labosiga ham tashlaganmiz. Shumkalari, penaplekslar joy-joyida qilgan. Mana bu narsalar teksa bukilmaydi, sirilmaydi, qirilmaydi, kuzov ramaga zarar o'tkazmaydi. Mana bu joylarni ham mana baqvat qilingan. Yo'llari 1,5 sm ichkariga qaytgan holatda bo'ladi. Poliga alohida rezinka tashlaganmiz. Rezinkasini alohida sotaveramiz ham. Uloqsiz tunikalari ham bor. Tepasiga bagajlari, tagiga sondiqlari hamma yo'g'i bor. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, manzil Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bordon qishlog'i Sitofor yaqinida bo'ladi. 1 soat ichida chiroyli qilib o'rnashtirib beramiz. Ishlarimiz yoqsa like bosib, do'stlar, yaqinlarga yuborib qo'yasizlar. Kamchiliklarni yozib qo'yinglar, kuzatishda davom etinglar.